Janonga bordim bir kecha. Janon yoqib. Adasi, kim bu? Kim bu? Quyoncham, kelyapsizmi? Bir SMS yozgan. Kim? Ha, Sardor-ku. Sardor. Sardor shunaqa SMS yozarmidi sizga? Voy, ishonmaysanmi? Mana telefon qilaman, qara. Telefon qiling. Quyonni ilon zaharladi. Alo. Alo, Sardor? o'rta. Tuzingmisan, o'rtoq? Rahmat, yaxshi. Nima SMS yozding, o'rtoq? Hozir aynan, voy bu. Ha, sani hazilingni deb oilamiz sal buzilib ketadi dedi. Tushuntirib qo'y kelinga hazilligini. Assalomu alaykum, mulla aka. Va alaykum assalom. Kelin yaxshimisiz? Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Rahmat. Hazir edi endi kelin to'g'ri tushunasiz. Hazilinglar ham qursin sizlarni. Kelinni olib keling uyga mehmonga. Xo'p, rahmat. Yaxshi qiz, telefoningizdan gaplashyapsan maylimi? Telefonda gaplashyapman. Sevinch Mo'minova telegramimi bu? Telegramim, tinchlikmi? Mana o'zim. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Yaxshi yuribmiz. O'zingiz qalaysiz? Yaxshimisiz? Hammasi joyida, tinchlik. Oybek. Videoyingizni ochib qo'rqib ketdim to'g'risi. Bu ampamamga o'xshamay, sal ekranni uzoqroq tutib gapirsangiz bo'laverardi. Hammasi joyida. Xavotir olmang. 21-22 oktyabr Qoraqalpog'istonda Yulduz bilan sayohat konsertida birgamiz desam ishonmayapti. Sevinchxon. Adasi, men shu narsa demayman sizga. Assalomu alaykum, Sevinch opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Voy, siz muxlisizman desiz. Mayli, ishingizga omad. Ko'rdingizmi? Muxlisingiz bo'lib oldi. Ko'rishamiz Qoraqalpog'istonda. Allo, Oyjon. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisan? Sonlaring. Uydamidingiz? Kelayotgandik. Ani darmayat ering bilan kelyapsanmi? Oyjonmi? Ha, Matizda keldinglarmi tellab pishib? Ha, taksi. Ish nima bo'ldi? Kuyov bola ish. Harakatdan. Ish bo'lib qoladigan ikkita joyda. Qachon bo'ladi u ish endi? Harakat qilyapman. Hech kimda ish ham bo'lib Bu ham qoladi. tug'ib qoladi, o'sha rasxodlar keladigan payt o'sha bu yog'iga. Ha, jo garajda nimalik bo'ladi? O'sha kuyov bola qoladi. Meni yurasiz. Ololmayman. Salim. Qanaqa rahmat? Ololmayman. Kuyov bola? O'rtoqlarim, qayerdan olding desa nima deyman? Kuyov bola xijolat qilmang. Peshonamga bersin. Kuyov bola. Peshonangizga berdi. Oybekka, shu narsangiz qolib ketmadimi oyimlarnikida? G'ururim qolib ketibdi. Chekkaroq qolib qo'ysin, kerak bo'lganda olib ketaman. Xotin, eshik jing'illayapti, qaramaysanmi? Kim ekan erta? Alo, Muzab. Kecha chaqirgan qizlaring kim edi? Basharasi esimda yo'q. Eshigim tagida bittasi turibdi. Uyimizda hech kim yo'q. Dadam bilan ham bozorga ketishgan. Kim ekan dadasi? Bolalar bingillatib o'ynashyapti. Ana xotin ko'ynak olaman dedingmi? So'radim. Ha, ol ko'ynak. Voy, rahmat. Yuvinib chiqincha tayyorladim. Bo'ling. Yuvinib chiqaman. Dadam uyda yo'q dedim-ku. Ketavering. Bugun kelmasa kerak. Voy, kim ekan o'zi dadasi? Yosh bolalar yana o'ynashyapti-da. Anu salonga boraman dedingizmi? Men o'ziga qarang. Bugun boshqachamisiz dadasi? Quyosh qatdan chiqdi. Bo'pti, yuring, choy ichamiz. Internetda bittasi eri xiyonat qilgan ekan, o'ldirib qo'yibdi. Shu ham kam o'zi, battar bo'lsin. Vahshiylik-ku. Xotin, mana shu hamma pulimni ol. Nima kam bo'lsa qil, a? Rahmat dadasi. Bo'pti, qaraychi eshikka. Iskandar Buildings mezbon loyihasidan qaynag'amga mendan podarka.
kvartirada qiynalib yuribdi degdingmi? Rahmat. Dadasi rosa xursand bo'ldi. Eshikka qarang. Voy, hozir shu bolalarni o'zi urishmasam. Shu eshikka qarama xotin. Bizlar internetlarda chiqib yurmaylik xotin. Qaramadimi? Xotin. Ochma xotin. Nayna. Dugonasi ekan-ku. G'irt halakat qiz ekan. Mendan biroz olisdasiz nima qilay sog'inaman qo'lga olib suratingiz mayus boqib ovunaman Siz ham meni kutasizda, ko'nglim buni sezib turar. Ko'rmaysizmi bu yuragim faqat sizni deya urar. bir tasalli berib qo'ying shu gunohkor yuragimga qalbim faqat sizni deydi aylandingiz kiragimga qalbim faqat sizni deydi aylandingiz kiragimga Taqdir bizni ayirmasin, Allohimdan ko'p so'rayman. Men baxtliman, baxtsizlarga mana shunday baxt tilayman. Men baxtliman, baxtsizlarga mana shunday baxt tilayman. yoningizga boray desam hech ham iloj topolmayman sevishimni aytsam hamki qo'lingizdan tutolmayman Siz ham meni kutasizda, ko'nglim buni sezib turar. Ko'rmaysizmi bu yuragim faqat sizni deya urar. bir tasalli berib qo'ying shu gunohkor yuragimga qalbim faqat sizni deydi aylandingiz kiragimga qalbim faqat sizni deydi aylandingiz kiragimga Taqdir bizni ayirmasin, Allohimdan ko'p so'rayman. Men baxtliman, baxtsizlarga mana shunday baxt tilayman. Men baxtliman, baxtsizlarga mana shunday baxt tilayman. Şahmardan soylari, şahmardan soylar, solanib boqadi. Yokilar har yoqda turib dolanib boqadi. Soy bo'yida nozlanib, sochini taraydi, sochini tarab har yoqda bir sho'x qaraydi. Shohlardan soylari, solanib boqadi. Ko'killar har yoqda dolanib boqadi. Soy bo'yida nozlanib, sochini taraydi. Xotin, tasavvur qil, ikkimiz restorandamiz. Tasavvur qil, tanlov magazindamiz. Xotin, tanla, xohlaganingni olib beraman xotinjon. Rahmat adajonisi. Tanla azizim. Tasavvur qil, har kuni ishdan senga qip-qizil atirgul olib kelsam. Adasi, qachongacha faqat tasavvur qilamiz? Qachongacha, a?
Bugundan boshlab siz ham bolani tasavvur qiling. Xotin, shunda o'zing kirib chiq, qaynatamni tug'ilgan kunida to'g'rida o'tirmayman. Qilib. Nima qilib kirsiz? Bitta-yu bitta qaynatangiz bo'lsa, ering qani deb so'raydi-ku mendan. O'zi bitta bo'ladi-yu qaynota. Xotin, Zuhra, o'zing kirib chiqsang bo'lardi. Bo'ldi dada, ozgina o'tirasiz. Assalomu alaykum dadajon. Siz? Eringsiz kelib juda yaxshi qilibsan-da. Ana o'zar ering kelmaganiga birar xursand bo'ldim. Tug'ilgan kun ham tatamaydi-da. Dada. Unga kelsa bemalol o'tira olmayman. Ering bir o'zar. Yo'qmaydi-da ering qizim. Sovuq bor. G'alati Xitoy ko'z, kalta qosh, qonni chiqqan va qiyshuq qing'ir. Dada, unaqa demang. Oxirgi o'zi yaxshi ko'rasiz-ku. Nima ko'zing unday qilyapsan? Mahalladan hijolat bo'lyapsanmi? Butun mahalla biladi. Bu befarosatni yoqtirmasligimmi? Seni baxtingni o'ylab shunga berdik-da. Dada, unaqa demang. Sizni o'ylab tug'ilgan kuningizga kuyovingiz Iskandar Buildings'dan mezbon loyihasidan 2 xonali uy berdi. Bu befarosatga esam bitibdi-da. Shunday go'zal qizimizni beramiz u uy bermaydimi? Bundan ortig'iga ham arziymiz. Qizim, o'zi nima? Qizim, nima? Men nariga keldi, aytdim-da. Bitta qiz bo'lsam, dada. Hijolat bo'lmang. Meni ham sinfdoshlarim qaynoting Faratam o'ylov deydi. Ko'zlari katta-katta, boyo'g'liga o'xshaydi deydi. Qarg'a qosh. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat.